Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa yana bir klientimizning zakaz tayyor bo'ldi. Xo'p, bir yana obzor etib olsak, stoli endi stoldan qo'yildi. Suv chidamli bilasizlar. Yana chiralasidan qo'yildi, ustida klinkasi bor, shuna bo'laman debdi. Xo'p, tartiblarga kelgan bo'lsak, tartiblarni yana tandem mexanizmdan qo'yildi. Xudo xolasa zo'rimdan. Bu yerda yana moykasi bo'ladi, pasta moykasi o'rnini ber. Xudo xolasa uyga borib qo'yiladi. Bu yerda yana netib qo'yib berdik eshigini. Xudo xolasa. Xo'p, bu yerda yana sushurgasi bo'ladi. Ko'rsangiz mumkin. Shunday. Tepa qismi 80 sm chiqib ishlandi. Qulloblar har doimgidek yaxshi qulloblardan qo'yildi. Xudo xolasa bu yerda mikroovli pechka bir dona, ikki dona mestasi bo'ladi bu yerda. Xo'p, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Bog'ot Gold Mebel zakaz berasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz. Fasad qismi akreldan ishlandi.